Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni 2 oy oldin olib kelib bergan g'ishtlarimiz urilyap turgan ekan, urilib bo'lgan ekan. G'ishtlarimizni sho'ri chiqyaptimi, yo'qmi deb shuni ko'rgani keldik. Mana video syomka qilib qo'yaylik deb. Bu joyimiz Marg'ilon shahar, mana Devo tekstilni yon atrofida. 1 kilometr raznisasi bor. Kimga kerak bo'lsa, ana urilgan joydan ko'raman deganlarga urilgan joylarni mana ko'rsatamiz. Kelib ko'rishlaring ham mumkin. Holatini ozmoz mana g'isht ortib qolgan. Ulardan ham bemalol ko'rib, ushlab, urishtirib ko'rasizlar. Nima qilib ko'rsalar ham ko'raverasizlar. Mana ichkaridagi holati mana rastorga urilgan ekan. Mana rastor. Xudo xolasa sho'ri deyarli 5% ham chiqmagan. Lekin shunda ham sho'ri chiqishi mumkin. Sho'ri chiqadi deb olib boramiz. Mana rastorga urilgan joyidan mana sho'ri chiqmagan. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Mana g'ishtlarimizni deyarli hech yeridan sho'ri chiqmagan. Bo'lishi mumkin. Endi rastor nam jinni ozgina ko'p joylarda mana ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. Mana kimni ko'zi ko'rib qolyapti turgan bo'lsa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Xudo xolasa bemalol vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. 5 mingtalik, 10 mingtalik har qanday mashinalar bor. 3 mingtalik. Faqat 3 mingtalik, 5 mingtalik mashinalar uzoqqa qiyinroq boradi. Borish juda qiyin bo'ladi. Havoda eng uzoq joylarga ham xudo xolasa yetkazib beramiz. Bu turpoqni faqat zardevorga urilgan ekan. Zardevorga urilgan joylarida turpoq ishlatilgan. Past tomonlariga mana hamma joyiga rastorda urilgan. G'ishtlarimizni holati xudo xolasa yaxshi. Mana sho'r chiqish ehtimoli mana bemalol shuvoq qilib boshqa qilgan taqdirda ham nima sho'r chiqish ehtimoli bundan keyin bo'lmaydi, xudo xolasa. Bo'lmaydi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana eng chekkada tepasida ozmoz ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. Eng tepa qator. Yog'inchachinda qolgan bo'lishi mumkin, misol turgan bo'lishi mumkin, yomg'irda ko'rgan bo'lishi mumkin. O'shalar hisobiga chiqqan bo'lishi mumkin, lekin mana yaqindan ko'rsatyapman. Mana g'ishtlarda deyarli umuman sho'r chiqmagan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz, bu joydagi manzilimiz Marg'ilon shahar Devo tekstilda Quva yo'nalishida. Quva bilan mana shu o'qchini Devo tekstilni svetoforini yo'lida. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar, yetkazib beramiz. Mana holatlarini hamma joyini ko'rib turibsizlar. Bir joydan chiqib, bir joydan chiqmay qolib, nima qilgan joyi yo'q. Deyarli hamma joyda sho'ri chiqmagan. Lekin shu g'ishtlarni kimga so'rasa sho'ri chiqadi. Chiqish ehtimoli bo'ladi. 10%, 20% deb turib olib borib beramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.